Jud Bellingham murabbiyini sharmandalikdan saqlab qoldi. Agar bu bahs boy berilganda Garri Southgate ser maqomini orzu qilmasa ham bo'lardi. 2024-yil Yevro 1/8 final Slovakiya terma jamoasi Angliyaga qarshi uchrashuv avvalidanoq slovaklar bu yerga sayr qilgani kelmaganligini bildirib qo'ydi. 25-daqiqada slovakiyaliklarning oddiygina kombinatsiyasi ularga hisobni ochish imkonini berdi. Phil Foden bo'sh darvozani muhrladi, biroq afsuski o'yindan tashqari holat. Ikkinchi bo'limda slovaklar ikkinchi to'pni tiqvorishiga bir baqiya qoldi. Harry Kane'ning zarbasidan gol isi kelardi. Declan Rice'ning ajoyib zarbasidan so'ng darvoza ustuni Slovakiya foydasiga ishladi. O'yinning so'nggi daqiqalari Angliya to'pni outdan tashlab bermoqda va bu tartibsizliklar ichida Jud Bellingham chalqancha zarba berdi. Dahshat, bu yigitning asablari temirdan ekan. So'nggi lahzalarda murabbiyning ritsarlik unvonini saqlab qoldi hamda bahsni ekstra taymlarga ko'chirdi. U yoqda esa Harry Kane o'ziga sovrin kerakligini eslab qoldi va Angliyani chorak finalga olib